Hörmetlik Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alınız. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti 30 mart Ruzi Heyt günü barlıq Şərq Türkistanlıqlarının Ruzi Heytini təbrikledi. Şərq Türkistan sürgündü hökumətining ijtimoiy axborotda e'lon qilingan Ruzi Heytlik təbriknomasida mundaq deyildi. Assalomu alaykum Şərq Türkistan vatandaşları. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hammamizning ulug' Ramazonda qilgan ibodatlarimiz qabul bo'lsin va duolarimiz ijobat bo'lsin. Shundaqla bu Ramazon bayramimizga muborak bo'lsin. Janob Alloh bu bayramlarni eng qisqa zamonda mustaqil va hur Şərq Türkistanimizda billa xushallik ichida tabriklashga nasib qilsin. Amin. Qarindoshlar, Ramazon oyi Qur'on nozil bo'lgan oydir. Qur'on yaratquchimiz Allohning kalomidir. Qur'on shundoq bir muqaddas nur va qadrli kitobki, qayerda nozil bo'lsa, shu yerni muqaddaslashtirdi. Qaysi zamonda nozil bo'lgan bo'lsa, shu zamonni muqaddaslashtirdi. Kimga nozil qilingan bo'lsa, shu kishini qadrli qiladi. Qur'on Makka va Madinada nozil bo'ldi va bu shaharlarni ulug' qildi. Qur'on Muhammad alayhisalomga nozil bo'ldi va Muhammad alayhisalomni ulug' bir payg'ambar qildi. Qur'on Ramazon oyida nozil bo'ldi va Ramazon oyini ulug' bir oy qildi. Qur'on Ramazon kechalaridan bir kechada nozil bo'ldi va shu kechani qadrli qilib, qadr kechasiga aylantirdi. Ya'ni Qur'on shundoq bir ulug' kitobki, kimning qalbiga nozil bo'lgan bo'lsa, shu kishini qadrli qiladi, shu kishini uyg'otadi, shu kishini tiriltiradi, shu kishini pokizlaydi. Janobi Alloh qadrlik va qadrdon bo'lishimiz uchun va ma'naviy kasalliklardan saqlayib kuchlanishimiz uchun bizning qalbimizning darvozasini Qur'onga ochishimizni xohlaydi. Xususan Ramazon oyini Qur'on oyi deb e'lon qilib, bu oyda Qur'onni qalbimizga nozil qilishni xohlaydi. Shuning uchun Ramazon oyida Qur'onni texim ko'p o'qishni Rasululloh orqali bizga tavsiya qiladi. Shuning uchun Ramazon oyida qalbimizning darvozalarini Qur'onga to'liq ochib berishimiz kerak. Chunki Qur'on bir ulug' nurdir. Bu nur insonga yaqinlashgan sari insonning ichi nurlanadi, aqli uyg'onadi, iymoni jonlanadi, vijdoni pokizlanadi. Qalbiga iymon, vijdon, farosat va numus qatorliq ma'naviy quvvatlarning hammasi qaytib keladi. Qur'on bir qalbga nozil bo'lgan bo'lsa, u qalbda iymon sulton bo'ladi. Iymon sultonligidagi qalbda do'st va dushman qarshi aniq bo'ladi. Bu qalbda haq ustidagi haq do'stlarga va adolatparvarlarga do'stlikdan boshqa narsa bo'lmaganidek, dushmanlarga, zolimlarga va tajovuzchilarga hissdoshlik va sabtoshlikmi bo'lmaydi. Bu nuqtadan qaraganda Ramazon oyi materializm va modda asoratidan qutulish uchun ma'naviylashish va ro'yi chiniqish zamonidir. Bu chiniqishda ma'naviy pokizlik, ro'yi kuchlanish va iymoniy taraqqiyot nishon qilingan. Buningdagi oxirgi g'oya modda bilan ma'no, hissiyot bilan aql va nafs bilan ruh orasidagi tangpunlikni asliga keltirishdir. Bu tangpunlikni Qur'on tilida fitrat deyiladi. İnsanның maddi tərəfi küçəyən siri mənəvi tərəfi acizlaydı. Maddi tərəfi kengaygan siri mənəvi tərəfi taraydı. Mənəvi tərəfinin azayışı insanның insanlıq xüsusiyyətləri bolğan imanını, vicdanını, irfanını, hikmetini, aqlını və iradəsini azaytdı və hətta yox qılıdı. İnsanның maddi tərəfi kengaygan siri insanның şəhvəti güclənidi. Dünya iştihası güclənidi. Haq dostlarına g'azab nafrati aşıdı. Mal dünya yirismanligi, tamaxurligi aşıdı. Başqalarını yaratmay o'zini ko'tarish xuyi paydo bo'ladi. Qo'rqinchoqlik, nomardlik, vafosizlik, riyokorlik, yolg'onchilik, samimiyatsizlik, xoinlik va munofiqlik qatorliq butun ma'naviy kasalliklar bosh ko'taradi. Qarindoshlar, ishlatilgan har qanday narsa kirilishidi, upraydi va hatto buziladi. Biz bu hayotda moddiy a'zolarimizdan ma'naviy a'zolarimizni qatma-qat ko'p qo'llanamiz. Masalan, bir kunda qo'limizni 100 qatim qo'llansak, qalbimizni 1000 qatim qo'llanamiz. Qo'limizni ba'zi ishlarimizda qo'llansak, qalbimizni har ishda qo'llanamiz. Chunki insonning har ishi qalbdagi aqlning buyruqsiz ishga oshmaydi. Shuning uchun qo'limizdan qalbimiz texmi ko'p kirilishidi. Jismoniy salomatligimiz uchun qo'limizni pokiz tutishimiz kerak bo'lganidek, ro'yi va ma'naviy salomatligimiz uchun qalbimizni pokiz tutmasak bo'lmaydi. Chunki jismoniy kasallik bizning bu dunyoligimizga ziyon yetkazsa, ma'naviy kasallik bizning dunyo va oxiratligimizga ziyon yetkazadi. Qalb davomli inqilob qilib turadigan bir organ. Ichimizdagi va atrofimizdagi barliq qiliqlar, atrofimizdagi barliq gunohlar, Xitoy tajovuzchilarining aksli inqilobiy tashviqotlari, Xitoy sepida ishlaydigan milliy munofiqlarning barliq fitna fasotlari, odamiy va jinniy shaytonlarning vasvasalari, shaytonning g'olchisi, dajjal sistemalarining ezit quluqliklari hammasi qalbimizga ta'sir ko'rsatadi. Qalbimizni kir qiladi, qalbimizni ojizlatadi.
Qalbimiz mazkur dushmanlarning viruslari bilan yuqumlanib, to'g'ri tuzgun ishlayolmas bo'lib qoladi. Buni bilgan mehribon yaratquchimiz Alloh bu Qur'onni bizga hadiya qilib, Ramazon oyini Qur'on bilan pokizlanish zamoni qilib bekitgan. Shundaqla Ramazon orqali pokizlanishimizni, uyg'onishimizni, tirilishimizni va kuchlanib aslimizga kelishimizni xohlagan va bu sababdan Ramazon ro'zasini bizga farz qilgan. Shundaqla Ramazonda Qur'onni qalbimizga qachalashni amr qilgan. Bu nuqtadan qaraganda Ramazon oyi yillik pokizlik zamoni. Bu oyda insonning butun ma'naviy organlari pokizlanib asliga keltiriladi. Bu oyda insonning ma'naviy dunyosi tirildiriladi. Qalb poytaxti nafs tajovuzchilaridan ozod qilinib, iymon sultoni qayta taxtga chiqadi. Qalbdagi iymonning amonligini vijdon muhofizlari qo'g'daydigan bo'ladi. Ramazon oyida ma'naviyat askarlari tirilib, qalb poytaxtini nafs tajovuzchilaridan ozod qilib, iymon shoyini asli vatani qalb taxtiga qaytarib kelganligi uchun Ramazon oyi oxirlashganda Ramazon bayrami qilamiz. Bu bayram dinimizda Eid deb ataladi. Bu kalima lug'atda qaytib kelish deganlik bo'lib, iymonning qalbga shoh sifatida qaytib kelishi ko'zda tutilgan. Shuning uchun bu bayramni ozodlik bayrami deyishga bo'ladi. Chunki Ramazonda qalb nafs kontrolligidan qutulgan va iymonning rahbarligiga o'tgan bo'ladi. Şundan bizmi bu kelimini bir az uyg'urchalashtirib Eid deb ataymiz. Bu bayramda biz bir-birimiz bilan Eidlashganda Eidingizga muborak bo'lsin deganlik, nafsingizni yengib qalbingizdan nafs tajovuzchilarini qo'g'lab chiqarganligingiz muborak bo'lsin deganlikdir. Shundaqla qalb taxtingizga iymon shoyingizni qaytarib kelganligingiz muborak bo'lsin deganlikdir. Hammamizga ma'lumki, bayramlar azaldan buyuk inqiloblarni qilib, g'alaba qozonganlar tarafidan o'ttirg'a chiqariladi. Ramazon va Qurban bayramlari Alloh tarafidan bayram qilib bekitilgan. Chunki Allohning qo'shini bo'lgan mu'min musulmonlar bu bayramdan burun ma'naviy jihatdan jihad qilib, nafs tajovuzchilarini yengib, qalb poytaxtini ozod qilib, iymon shoyini o'z taxtiga qaytarib kelganlik uchun Janobi Alloh bu g'alabani taqdirlab, Ramazon va Qurban bayramlarini musulmonlarga diniy bayram qilib bekitib bergan. Bu Ramazon bayrami nafsni yengalgan yigitlarga muborak bo'lsin. Bu Ramazon bayrami bu buyuk jihatda g'alaba qozongan mardlarga muborak bo'lsin. Bu Ramazon bayrami qalb poytaxtini ozod qila olganlarga muborak bo'lsin. Bu bayram iymon sultonini qalb taxtiga chiqara olganlarga muborak bo'lsin. Bu bayram to'g'ri yo'lga ergashganlarga muborak bo'lsin. Bu bayram o'ziga xoinlik qilmaganlarga muborak bo'lsin. Bu bayram o'z millatini so'yaladigan va Xitoy tajovuzchilaridan nafratlanadiganlarga muborak bo'lsin. Bu bayram o'z baxti uchun mustaqillik maydoniga kelalaydigan vijdonliqlarga muborak bo'lsin. Bu bayram Xitoy tajovuzchilarining zulmi ostida ingrayotgan 40 million Sharq Turkiston xalqiga muborak bo'lsin. Bu bayram Allohning har turli ne'matiga muhtoj bo'lgan, ammo xoin bo'lmagan butun Sharq Turkiston xalqiga va butun islom dunyosiga muborak bo'lsin. Amin. Janobi Alloh Ramazon bayramini bizga diniy bayram qilib bergandek, bizga ona vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishimizga yordam qilib, shu ozodlik kunimizni milliy bayram qilishga nisib qilsin. Xitoy tajovuzchilarini vatanimizdan qo'g'lab chiqarib, o'z vatanimizda o'z hokimiyatimizni o'zimizning poytaxtiga chiqarishga nisib qilsin. Amin. Sharq Turkiston Jumhuriyati surgunda hukumati bosh ministri ishxonasi 2025-yili 3-oyning 29-kuni. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.